Shotor Rustaveli hududida bitta 3 xonalik uyimiz sotuvga chiqdi. Skvoznoy planirovka, полноценный 3 xona, 4-qavatda, liflik dom, kadastr hujjatlari bor, 103 metr kvadrat. Kirishimizda mana shunaqa katta koridorimiz bo'lyapti. Uyimiz polностью yevro remont bo'lgan. Bu yerda bitta katta xona. Ikkinchisi spalni, kattalar yotoqxonasi. Sanuzlar alohida. Vannalik va alohida hojatxona bo'lyapti. Bu yerda esa kuxnyamiz. Bunaqa planirovkalar kamdan kam bitta kuxni mebel qilib, bemalol o'tirib ovqatlansam bo'ladi. Juda ham katta kuxnyamiz. Yonida esa yana bitta katta xonamiz, mehmonxona. Bu yerda mehmonxonamiz. Samarqand shahar Shotor Rustavelida joylashgan 11-poliklinikani oldida bu 3 xonalik uyimiz 4-qavatda, kadastr hujjatlari bor, lifti bor. Narxini 95 ming dollar deyapmiz. Ya'ni savdosi bor. Kimga agar qiziq bo'lsa, shu territoriyadan uy izlab bergan bo'lsa, mana shunaqa skvoznoy полноценный 3 xonalik yana kelishtirib beradilar. To'liq ma'lumotni pastda nomerlar qoldiraman. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqinglar. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va podpisatsiya bosishni esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling.